Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Biz Shohnazar restoraniga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Husniddinjon hamda Mehruza oilasining nikoh oqshomlarini birgalikda guvohi bo'lamiz. Mehruza oilani tabriklab, klassiyadorlardan mehribon akajonlari Shahzodjonlar nomlaridan, qolaversa shu yerdan dadajonlari Shokir akam, ayajonlari Malika opam nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Kiramiz va yana oydinroq yoritamiz. Boshlaymiz. Davron markaziga mikrofon qarshishiga Rossiyaning Ross vakillarini taklif qilsak, bir uskalonlar bo'lardi. Chiroyli samimiy tilaklar bugungi fayzli kechamizda asl qahramonlar uchun bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadri baland qadrdonlar, barchangizga xayrli kech, barchangizga Shohnazar atalmish tantanalar saroyida ko'rib turganimizda, mehmon bo'lganimizda bag'oyat xursandmiz, mamnunmiz. Albatta bugun Rossiyaning vakillari mana shunday joy bo'lgan ko'rshanaga qadam rajida qilishlarning eng asosiy sabablari bugungi kechamizning qiroli hamda qirolichasi bo'lmish Husniddinjon hamda Mehruza oilasiga bir-biridan ajoyib sovg'a-salomlar bilan tashrif buyurganmiz. Albatta Mehruza oilaning mehribon jondan aziz akajonlari olislardan, Rossiyadagilardan Shahzodjon akam alangalik salomlar, sog'inchli salomlar, shu bilan bir qatorda bir-biridan ajoyib sovg'a-salomlar berib yuborganlar. Qolaversa davramizga hurmatli kelinimizning ayajonlari, dadajonlari Malika opamlarni Shokir akamlarni davra markaziga chorlab qoladi. Agar shu yerda bo'lsalar, hurmatli kelinlarga bir-biridan ajoyib sovg'a-salomlarni topshirishni boshladik. Marhamat, davramizga Shokir akamni va Malika opamlarni chorlab qolamiz. Ancha bo'ldiki, Shahzod akamlar bir tayyorgarlik ko'rdilarki, yaqinda bizlardan jonimizga bo'lgan singlimiz turmush quradilar. Katta hayotga qadam qo'yadilar. Albatta singlimizga eng chiroyli sovg'alardan biri bo'lsalar va hurmatli kelinimizga ajoyib guldaslarni topshirib qo'yamiz. Hurmatli mehmonlar, qo'llari bo'sh bo'lsa, guldiroz qasaga sarosaslar bilan marhamat. Assalomu alaykum shogirdga, menga ajoyib guldaslar nikoh oqshomlari bo'lsa, bugun olislardan o'g'lingiz sizga azangalik sog'inchli salomlar aytib yubordilarki, singlimni ham tabriklab qo'ying. Shu asnoda ota-onani albatta ajoyib shogirdlar bilan to'ylar bilan albatta tabriklab qo'ying. O'g'lim to'yga kelmadi deb hech xafa bo'lmasinlar. O'zim olislarda bo'lsam-da, qalban, yurakdan yaqin ekanini albatta yetkazib qo'yinglar. Va hurmatli kelinga yana bir ajoyib bo'lgan ayiqlarni albatta topshirib qo'yamiz. Teddi ayiqlarni nimagaki kecha Shahzod aka bilan gaplashsam, mana singiljonim mana shunaqa ayiqlarni juda yaxshi ko'radiganda va aynan kelini bola uchun ajoyib bo'lgan teddi ayiqlar albatta guldiroz qasaklarini aytamiz. Marhamat. Husniddinjon, Mehruza ajoyib bo'lgan to'ylar muborak bo'lsin. Olislardan bugun Shahzod akalar sizga alangalik sog'inchli salomlar aytib yubordilarki, albatta singlimga jonimdan ortiq yaxshi ko'rishimni albatta yetkazib qo'ydilar. Juda yaxshi ko'rishimni, hattoki jonimni berishga tayyorman. Juda qattiq sog'inganimni albatta yetkazib qo'ydilar. Mening bittagina qo'g'irchoq singlim, armonlardan topgan ovunchoq singlim, hammaga dard bo'lsa jilmayib yengan, ko'zlarida yosh birlab ko'ngilchoq singlim. Tuzumlik tilayman joningga bugun, zeb beray eng go'zal oningga bugun, terib bo'layman yoningga bugun, oktabr kunlardan bir quchoq singlim. Ayt qalbing ichida ne bor sabrmi? Yuraging bir osmon darding adirmi? Turganing mana shunday ajoyib nikoh oqshomi, ishqing o'tida birlar o'choq yoqsinglar deya mana shunday ajoyib bo'lgan satrlarni albatta olislardan, akajoningiz nomlaridan qabul qilib olasiz va yandagi ajoyib bo'lgan sovg'ani topshirish uchun men ayajoningizni davraga taklif qiladim yoki bo'lmasada ammajonlaringizga ajoyib bo'lgan sovg'ani topshirdik. Chiroyli qilib qo'llarga taqib qo'yasiz. Nimagaki ajoyib bo'lgan tilla uzuklar, tilla bilak uzuklarni chiroyli qilib kelin bolalar qo'llarga taqib qo'yamiz. Marhamat, bitta guldiroz qasaklarini aytib turamiz.
ham egmasin. Biringiz kelin, biringiz kuyov ko'z tegmasin. Yarashibdi bo'yingizga, bo'ylaringiz qutlug' bo'lsin. Bugungi baxt to'ylaringiz deb mana shunday javob bo'lgan asarlarni ham albatta akajoningiz nomlaridan qabul qilib olasiz. Yana bir boyagi bo'lgan to'ylar, nikoh oqshomlari unutilmas lahzalar muborak bo'lsin. Barcha yig'ilgan mehmonlarga albatta Rossiya diyorlaridan alangali sog'inchli salomlar. Kelima birinchi ganda Malika opam mikrofonni sizga beray. Nimaga desangiz, rosa sharzidagi ham qarab turibdilarki, onlayn tarzda albatta onajonimga, otajonimga mikrofonni bering. Ikki og'iz yaxshi taklif qilsinlar deb mana onlayn tarzda kutib o'tiribdilar. Ikki og'iz yaxshi takliflarni sizda eshitsak marhamat. Mayli Mehruzajon, baxtli shab, baxtli sher. Bitta olqishlab qo'yaylik albatta hurmatli ota-onalarni albatta yana bir boyagi bo'lgan bayramlar muborak bo'lsa, albatta endi shunday chiroyli bayram damlarni chiroyli fotosessiya bilan davom ettiramiz va professional fotograflarga iltimos qiladim. Chiroyli qilib rasmlarga olib qo'ysalar ham esdalikka qoladi, qolaversa tarix sarlavhalariga muhrlab qo'yamiz. Yaxtaqatsaga rahmat, Gulduros Marsagal bo'lsa albatta. Ajoyib bo'lgan tilla sovg'alarni hurmatli kelinga, hurmatli kuyovga shaxsan onajonlar o'tkazib qo'yadi. Rahmat ajoyib sovg'alar uchun. Albatta hurmatli kelinimiz uchun yana bir ajoyib sovg'amiz bor. Buni shunchaki svetlarni o'chiramiz, hammamiz 2 daqiqaga diqqatimizni monitorga qaratamiz. Shahzod akamning maxsus sovg'alari. Undan keyin albatta fotosessiya bilan davom ettiramiz. Marhamat, galdagi navbat chiroyli monitordagi videorolikka beramiz. iffat bilan hamda nomus or bilan Allah ko'ngli oqqushginam yuzi nurli quyoshginam uchmoqdasan orzu tomon manzil tomon qushginam akasiga mehmon ekan bugun bundan singillar yig'lar ekan
yasha